Sahar ko'rsatkichlarimiz baland chiqib qoldi-da, o'shanda 13 edi sahrim. Oltidan sahar bo'lganimni anaqa analizadan bildik o'sha. Ichib yurgan paytimda 4-8 ga tushdi. Men hamma aytadigandek kuchli asoratlar yo'q, faqatgina chanqardim-da, holsizlanaverardim. Foyda ko'rganim uchun sotib olman, to'g'risi. Iначе ozgina oshdi shekilli sahrim deb o'zimcha fikrlayman. Kelaman, sразу yana damlayman, ichaman, nima qilaman. Men roziman. Allohga shukr, alhamdulillah, borligiga shukr. Shu dorini yaratganlarga mayli baraka topsin. Shu Actimate kompaniyasini ham o'z ishlarini rivojini bergan, boshlagan ishinglar xayrli bo'lsin, omadinglar bersin. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Amin. Alloh akbar sabr. Qancha bo'ldi? Mencha 3 oy oldin o'zi bitta anaqasini sotib oldim-da. Oltidan sahar bo'lganimni anaqa analizadan bildik o'sha. Anaqa ko'p suv ichkim kelib, mana shunaqa bo'lib, keyin bir analiz yana qilib tekshirib ko'rsam, sahar diabet bo'lib, nima bo'lib qolgan ekanman. Sahar ko'rsatkichlarimiz baland chiqib qoldi-da, keyin как раз o'sha paytda anaqa internetda anaqa bo'layotdi, o'sha nima Actimate mana shunaqasini maqtab nima qilishayotganiga. Keyin qizim olaylik dedi, keyin shuni zakaz qilib oldik. 3 oy ichdim. Sahrim ichib yurgan paytimda 4-8 ga tushdi. Yaxshiman, anaqa og'zim qurib qolishi, anaqa hadeb suv ichkim kelib, nima qilayotgan nimalarim yo'q. O'zi постоянно suv ichkim kelib, qaqqa borsam kichkina idishchada suv olib, mana shunaqa qilib yurardim. Yo'q, hozir ancha yaxshiman, Allohga shukr, alhamdulillah. Sahar bo'lib qolganingizni qanaqa bilib qoldingiz o'zi? Men hamma aytadigandek kuchli asoratlar yo'q, faqatgina chanqardim-da, holsizlanaverardim. Dam olib tursam ham yana charchaganimma deydi, men unga hazillashib, mana xronический усталость deb o'zim anaqa qilib gapirib yurardim. Yo'q, ancha yaxshiman, anaqa juda ham charchab qolishlarim yo'q, ancha yaxshi bo'lib qoldim. Allohga shukr, alhamdulillah. Shu bizani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatadiganlar hali olib iste'mol qilib ko'rmaganlar endi videolarni ko'rib shunaqa fikr kelyaptiki, ya'ni odamlarga pul to'lab gapirtirishyapti, bo'lmagan narsa, shunaqa emas. Yo'q, unaqa emas, hech bilamadinglar, unaqa deb nima aytishni qiling. O'zim pulimga sotib oldim, to'g'risi endi mana ikkinchi marta ham zakaz qildim. To'g'ri, uni ham o'zim pulimga oldim. Foyda ko'rganim uchun sotib olman, to'g'risi. O'zim endi orada endi bir xil sabablarga ko'ra ichmay qo'ygan paytlarim ham bo'ladi-ku, endi qayerdir borasiz, nima qilasiz ish yuzasidan. O'sha paytda bilaman shu chanqiyman-da, o'sha bilaman shu o'zimga seziladigan bo'lib qolgan. Iначе ozgina oshdi shekilli sahrim deb o'zimcha fikrlayman-da. Kelaman, sразу yana damlayman, ichaman, nima qilaman. Shu sahar bo'lganda mazasi qanaqa? Ani ko'pchilik o'ylaydi, qizarib ketsa, silishib achchiq bo'lib ketadi. Yo'q, taxir emas. Endi baribir o'tmaza keladi, ta'mi bor, o'tmazani. Unaqa juda ham qo'llansa deb emas, u unaqa bir xil shunaqa deydi, endi baribir bir xil dorilar taxir bo'ladi, nima bo'ladi, o'tli dorilar ham. Unaqa ta'mi yo'q, oddiy bir damlamada, endi o'tli damlama. Choydek yaxshi mazasi odamga yoqadi. Unaqani juda ham taxir, nima mazasi odamga yoqmaydigan ta'mi yo'q. Men dajichi mana boshida kimdir anaqa qildi, o'zi reklamani ichida bo'lgan anaqa. Bitta ayol kishi aytdi-da, bir marta ichib bo'lganimdan keyin tegida o'sha ozgina qoladi, yana qaynagan suv. Men ham xuddi shu ishni qildim. Endi yozlarda rosa chanq anaqa suv ko'p odam ichadigan paytda 2 martadan damladim. Normalniy ichdim. Yaxshi. Unaqa taxir maza yo'q, unaqa maza yaxshi icha oladi odamda. Umuman olganda shu mahsulotimizdan rozimisiz? Men roziman. Allohga shukr, alhamdulillah, borligiga shukr. Shu dorini yaratganlarga mayli baraka topsin. Allohga shukr, bizani o'ylab mana shu dardmanlarga anaqa qilishibdi. Avvalo Alloh u sababchisi sizlar bo'ldinglar, rahmat. Hammangizga sog' bo'linglar, omadinglar bersin. Amin. Alhamdulillah. Yaratganga o'zingga behisob shukrlar deymiz, alhamdulillah. Shu yigitlarni ham ishini rivojini bergan Allohim. Shu Actimate kompaniyasini ham ishlarini rivojini bergan, bemorlarning dardiga o'zing shifo bergan Robbim Allohim. Shu Actimate kompaniyasini ham o'zini ishlarini rivojini bergan, boshlagan ishinglar xayrli bo'lsin, omadinglar bersin. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin hammanglarni. Alloh akbar.